Qozoq xabar agentligining xabar qilishicha, Jarkinbek vatanning ayoli erining atiganda bozorga boraman deb chiqib ketgancha qaytib kelmaganligini, telefonining itilib qolganligini, erining asli tutish iqtidorini yo'qotgan bo'lishi mumkinligini bildirib mundaq dedi. Yo'ldishim lagerdagi vaqtida har kuni majburiy dori ishkuzilganligini va bu ximiylik moddaning hamma ishni unutildirganligini aytgan edi dedi. Gerçi Jarkinbek vatan tepilgan bolsa-mu, lekin o ailesidagi hech kimni toniy olmadi va hamma kishidan qo'rqatdi. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlarida asir bo'lib turayotgan musulmonlarga tajriba chashqiniga o'xshash turli ximiylik moddalar, uzun va qisqa muddatlik o'ltirguvchi dorilar bilan zararlayotganligini ta'kidlamoqda. Filippinning janubida yashaydigan musulmon Moro xalqiga keng doirlik avtonomiya berish tashabbus qilingan. Bangsomoro organik qonunning qabul qilinishi uchun o'tkazilgan rayonlik referendumda qo'llash bileti tashlaganlar sonining ko'p ekanligi bildirildi. Davlat taratqullarining xabarlariga asoslanganda Magundanov, Lanov, Dilsor rayondagi orollardan Basilan va Suli bilan avtonomiya ichida yer olmagan Cotabato va Isabela shaharlarida 21 yanvar o'tkazilgan umumiy xalq ovoz berishda g'ayri rasmiy natijaga asoslanganda qo'llovchilar ustunlikni egallagan. Amerika Venezueladagi krizni muzokara qilish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotini shanba kuni jiddiy yig'inga chaqirdi. O'qituvchilar ko'p sonliqni egallagan davlat parlamentining raisi Juan Guaido o'qituvchilarning yig'inda o'zini prezident deb e'lon qilgan bo'lib, Amerika, Kanada, Braziliya va Argentina qatorliq davlatlar tomonidan e'tirof qilindi. Xitoyda 2010-yildan buyon Google izlash motori cheklangan edi. Amdilikda Microsoftning izlash motori ma'ni qilindi. Bunun bilan Xitoyda chet el izlash motori qolmadi. Microsoftning chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotida izlash motorining Xitoyda to'xtatilganligi va bu haqda hal qilish chorasi izlayotganligini bildirdi. Yevropa İttifaqı Asad hökumetining Yevropa İttifaqı diplomatlarining Damashqqa erkin kirib chiqishga kapolatlik qilgan ko'p qatimliq vizasini amaldan qoldirganligini dalilladi. Amerika İttifaqı komitesining bayonotchisi kunlik axborot e'lon qilish yig'inida bu vaqtda to'xtalib, Asad hökumetining ba'zi Yevropa İttifaqı diplomatlarining ko'p qatimliq vizasini amaldan qoldirganligi rost. Yevropa İttifaqı bu vaqtda a'zo davlatlar bilan aloqamizni davomlashtiryapmiz. Maqsadimiz bu cheklamaning rayonda qilayotgan ishlarimizga to'sqinlik qilishidan saqlanish dedi.